Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslar qayerga murojaat qilishlari kerak? Tazyiq va zo'ravonlik holati to'g'risida quyidagi shakllarda murojaat qilinadi. Inson ijtimoiy xizmatlari markazlari yoki ijtimoiy xodimga, Ichki ishlar organlari navbatchilik qismining 102 telefon raqamlariga yoki bevosita profilaktika inspektoriga, 112 yagona dispetcherlik xizmati hamda 1146 qisqa raqamlari ishonch telefoniga. Murojaat bo'yicha 24 soat ichida quyidagilar amalga oshiriladi. Xotin-qizlar faoli va mahalladagi profilaktika inspektori tomonidan tazyiq va zo'ravonlikni sodir etgan shaxs bilan suhbat o'tkaziladi. Ijtimoiy xodim xotin-qizlar va ularning voyaga yetmagan farzandlarining holatini dastlabki tarzda baholash choralarini ko'radi. Profilaktika inspektori xotin-qizlarga himoya orderi rasmiylashtiradi hamda zaruratga ko'ra birlamchi ko'mak xonalariga joylashtirish uchun tegishli dalolatnomalarni rasmiylashtirishga doir choralarni ko'radi. Ijtimoiy xodim va profilaktika inspektori tomonidan xotin-qizlar va ularning voyaga yetmagan farzandlari ularning roziligi asosida birlamchi ko'mak xonalariga joylashtiriladi. Xotin-qizlar va ularning voyaga yetmagan farzandlariga ijtimoiy xizmatlar, inson markazlari, ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish respublika markazining hududiy markazlari tomonidan ko'rsatiladi.